3 xona studiya, 3-etajda joylashgan, 78 kvadrat. Hamma sharoiti bor. Kuxnya, zal, studiya variant bo'lyapti. Katta televizor, stiralka, mikrovolnoy pech, xullas hamma narsa bor. Mana xolodilnik, konditsioner, hamma xonada o'zini alohida konditsioneri bor. Bu yerda do'konchilik konsol, Ariston, xullas remonti вообще gap yo'q, juda ham ajoyib. Etaji ham zo'r, 3-etaj, 9 etajda. O'z gazon ro'parasida bo'lyapti. Davom etamiz. Mana bolalar yotoqxonasi, oynasi bor bu yerda ham. Mana o'zining konditsioneri, shkaf, televizor, xullas hamma sharoit bor. Va kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasining o'zida ikkita deraza bor. Bu yerda ham konditsioner, mягкий mebel, televizor, shkaf. Lokatsiya ham juda zo'r. Isitish tizimi bor, do'konchilikka qo'yilgan, ko'rsatib o'tdim. 78 kvadratdan iborat, narxini 74 ming AQSh dollar so'rayapti, savdosi bor. Zudlik bilan sotilyapti. Kimga qiziqsa murojaat qiling. Albatta videomizga like, podpiska bosishni unutmang.